Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hoziroq ID karta olishga majburmi? Bank, pensiya poliklinika, notarius yoki yo'lga chiqishda muammo bo'lib qolmaydimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yoki pensiya yoshidagi yaqin inson bor. Xato tushuncha sabab odamlar keraksiz vahimaga tushyapti. Ayrimlar esa aksincha. Hujjatini umuman tekshirmay yurib, keyin muhim paytda qiynalib qolmoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Eski pasport deganda nimani tushunyapmiz? Odamlar odatda 3 xil hujjatni eski pasport deb ataydi. Birinchisi, avvalgi yillarda berilgan fuqarolik pasporti, ya'ni ichki pasport. Ko'pchilikda bu hujjat hali ham bor. Unda yashash joyi, oilaviy holat, farzandlar haqidagi yozuvlar, propiska ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, biometrik pasport, ya'ni ma'lum muddatga berilgan va amal qilish sanasi ko'rsatilgan pasport. Uchinchisi esa hozir joriy etilgan ID karta. ID karta pasportning o'rnini bosadigan zamonaviy shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Avvallari odamlar ichki pasport bilan ko'p ishlarni qilardi. Bankdan pul olish, pensiya rasmiylashtirish, notariusga borish, poliklinikada ro'yxatdan o'tish, mahallada hujjat topshirish, uy-joy masalalarini hal qilish. Hozir esa bosqichma-bosqich ID kartaga o'tish jarayoni ketmoqda. Shu sabab ayrim tashkilotlarda ID karta olib keling, eski pasport bilan bo'lmaydi, hujjatni almashtiring degan gaplar ko'paydi. Mana shu gaplar pensionerlar orasida xavotir uyg'otyapti. Lekin bu yerda bitta muhim narsani aniq ajratib olish kerak. Hujjatning turi boshqa, hujjatning amal qilish muddati boshqa. Agar sizning pasportingizda amal qilish muddati hali tugamagan bo'lsa, u ko'p holatlarda yuridik kuchga ega bo'lib turadi. Ammo ayrim xizmatlar, ayniqsa elektron tizimlar, bank identifikatsiyasi, davlat xizmatlari, yangi rasmiylashtirishlar, notarial harakatlar yoki chet elga chiqish bilan bog'liq holatlarda ID karta yoki yangi turdagi hujjat talab qilinishi mumkin. Yana bitta muhim nuqta, pasport umrbod berilgan narsa emas. Unda amal qilish muddati, egasining ma'lumotlari va holati bor. Masalan, familiya o'zgarsa, surat juda eski bo'lsa, hujjat yirtilgan bo'lsa, ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, yashash joyi bo'yicha muammo chiqsa, hujjatni almashtirish zarurati paydo bo'ladi. Ayniqsa pensionerlar mening pasportim 20 yildan beri bor, shu bilan yuraveraman deb o'ylashi mumkin. Ammo bank yoki davlat organidagi elektron baza sizning eski hujjatingizni to'g'ri o'qimasa, muammo ana shunda boshlanadi. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugagan yoki tugashiga 3-6 oy qolgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, otaxonning pasportida amal qilish muddati 2026 yil 11 martgacha deb yozilgan bo'lsa, u mart oyining oxirida emas, yanvar-fevral oyidayoq harakat qilgani yaxshi. Chunki hujjat almashtirish bir kunda bitmasligi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Ayrim hollarda bazadagi xatolarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa bank kartasidan pensiya oladigan, lekin pasport ma'lumotlari bankdagi ma'lumot bilan mos kelmayotgan pensionerlar. Masalan, onaxonning eski pasportida familiyasi Karimova deb yozilgan, bank bazasida esa Karimova qo'lida Abduqodirovna o'rniga bir harf xato kiritilgan. Oddiy paytda bu sezilmaydi. Lekin karta muddati tugaganda, yangi karta ochishda, naqd pul yechishda yoki meros, omonat, kredit kompensatsiya masalasida bu xato katta muammoga aylanadi. Shuning uchun hujjatni yangilash bilan birga bankdagi ma'lumotlarni ham tekshirtirish kerak. Uchinchi toifa, notariusga borishi kutilayotgan pensionerlar. Masalan, uy-joyni farzandlariga hadya qilmoqchi, vasiyatnoma yozmoqchi, meros ishini ochmoqchi, ishonchnoma bermoqchi yoki sotuv shartnomasida qatnashmoqchi bo'lgan odamlar. Notarius shaxsni aniq tasdiqlashi kerak. Agar pasport eski, rasm juda farq qilsa, hujjatda shubhali joylar bo'lsa, ma'lumotlar bazada chiqmasa, notarius ishni to'xtatishi mumkin. Bu notarius yomonlik qilyapti degani emas. U qonuniy xavfsizlik uchun shunday qiladi. Chunki uy-joy, meros pul masalalarida hujjat xatosi keyinchalik sudgacha borishi mumkin. To'rtinchi toifa, chet elga chiqishi kerak bo'lgan pensionerlar, ko'p farzandlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda yashaydi. Ota-onasini chaqiradi, davolanishga olib ketadi, mehmonga taklif qiladi. Bu holatda ichki ID karta yetmaydi.
alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner menda eski pasport bor-ku deb o'ylab aeroportga borsa, lekin hujjati chet elga chiqish uchun mos bo'lmasa yoki muddati tugagan bo'lsa, reysdan qolib ketishi mumkin. Bilet taksi, kuzatuvchilar va asab hammasi behuda ketadi. 5-toifa, hujjati yirtilgan, namlangan, muhrlari o'chgan, sahifalari ajralgan yoki rasmi aniq ko'rinmaydigan pensionerlar amaliyotda ko'p ko'raman. Odamlar pasportni 15-20 yil sumkada olib yuradi, ustiga suv to'kiladi, cheti yirtiladi, muqovasi ko'chadi. Keyin bank xodimi yoki davlat xizmati xodimi bu hujjat yaroqsiz ko'rinadi desa, odam xafa bo'ladi. Aslida hujjat shaxsni aniq tasdiqlashi kerak. Agar undagi rasm va yozuvlar o'qilmasa, uni almashtirishdan boshqa yo'l yo'q. Endi aksincha, kimlar darhol vahimaga tushmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar pensionerda amal qilish muddati tugamagan, yaxshi saqlangan, ma'lumotlari to'g'ri, bank va davlat xizmatlarida muammo chiqarmayotgan pasport bo'lsa, ertaga hamma narsa yopiladi. Pensiya bermay qo'yadi deb qo'rqish shart emas. Odatda bunday o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Fuqarolarga hujjatni almashtirish uchun vaqt beriladi. Lekin vahima qilmaslik bilan umuman hech narsa qilmaslikni aralashtirmaslik kerak. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga bitta oddiy maslahat beraman. Pasportni bugun qo'lga oling va 3 ta narsani tekshiring. Amal qilish muddati, hujjatning jismoniy holati, ma'lumotlarning to'g'riligi. Shu 3 narsa joyida bo'lsa, vaziyat ancha tinch. Agar bittasida muammo bo'lsa, oldindan harakat qiling. Masalan, 68 yoshli ona har oy pensiyasini bank kartasidan oladi. Pasport muddati yana 2 yil amal qiladi. Hujjat toza, rasm ko'rinadi. Bankdagi ism sharif mos. Bunday holatda u ertalabdan kechgacha navbatda turib, faqat eshitgan gapga ishonib yugurishi shart emas. Lekin agar shu ona yaqinda uyini qiziga hadya qilmoqchi bo'lsa, notariusga borishdan avval hujjatini tekshirtirib olgan to'g'ri. Yana bir misol. Aytim 2 yoshli otaxonning pasport muddati 4 oy ichida tugaydi. U men pensiyadaman, menga baribir deydi. Ammo uning pensiya kartasi ham 2 oy ichida yangilanishi kerak. Bank yangi kartani berishda shaxsni tasdiqlashni talab qiladi. Agar pasport muddati tugab qolsa, kartani yangilash qiyinlashadi. Natijada pensiya pulini olishda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu otaxon hoziroq migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi kerak. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat tizimlari tobora raqamlashtirilmoqda. Oldin xodim pasportni qo'lida ko'rib, familiya, ism, tug'ilgan sana va yashash joyiga qarab ishni yuritaverardi. Hozir esa ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Shaxsiy identifikatsiya, shir, biometrik ma'lumotlar, elektron tizimdagi moslik juda muhim bo'lib qoldi. Bu nimani anglatadi? Agar eski pasportdagi ma'lumotlar elektron bazada to'liq ko'rinmasa yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, odamning huquqi yo'qolib qolmaydi, lekin xizmat olish jarayoni sekinlashadi. Masalan, pensiya tayinlashda, nafaqa qayta hisoblashda, tibbiy sug'urta yoki ijtimoiy yordam olishda, subsidiya, kompensatsiya, yer kadastr, uy-joy hujjatlari bo'yicha elektron moslik talab qilinadi. Ayrim pensionerlar men internet ishlatmayman, menga ID karta nima kerak deb so'rashi mumkin. Men tushuntiraman, ID karta faqat internet uchun emas. Bu shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. Siz internet ishlatmasangiz ham bank, poliklinika, pensiya jamg'armasi, notarius, kadastr, soliq, sud, mahalla yoki davlat xizmatlari xodimi elektron tizim orqali sizning ma'lumotlaringizni tekshirishi mumkin. Demak, raqamli tizim sizning telefoningizda bo'lmasa ham sizga xizmat ko'rsatayotgan tashkilotda bor. Birinchi misol. 65 yoshli ayol pensiyasini har oy 20 million 200 ming so'm atrofida kartadan oladi. Kartaning muddati tugaydi. Bankka boradi. Bank xodimi pasportingizni bering deydi. Pasportdagi rasm 20 yil oldingi hujjat cheti yirtilgan. Amal qilish muddati ham tugagan. Bank yangi karta berishni to'xtatadi va avval hujjatni yangilashni aytadi. Ayol xafa bo'ladi. Pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida bank pensiyani olib qo'ymayapti. Faqat shaxsni tasdiqlash tartibini bajaryapti. Agar u pasport muddati tugashidan 1 oy oldin harakat qilganda pensiya olishda uzilish bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Yetim yoshli otaxon o'g'liga avtomobilini ishonchnoma orqali boshqarishga bermoqchi. Notariusga boradi. Eski pasportdagi yashash joyi boshqa, elektron bazada esa yangi manzil chiqadi. Bundan tashqari, otaxonning ismida bitta harf farqi bor.
Notarius hujjatni rasmiylashtirmaydi. Avval ma'lumotlarni to'g'rilashni so'raydi. Otaxon, men 3 yildan beri shu nom bilan yuribman deydi. Lekin notarial hujjatda bitta harf xatosi ham keyin katta muammo bo'ladi. Avtomobil, uy, meros, pul masalasida aniqlik shart. 3-chi misol. 63 yoshli pensioner ayol Turkiyadagi qizining yoniga davolanishga ketmoqchi. U ishki pasportini ko'rsatib, shu bilan ketamanmi deb so'raydi. Yo'q, chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish hujjati kerak bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ko'p davlatlar pasportning amal qilish muddati safardan keyin ham kamida bir necha oy saqlanishini talab qiladi. Agar u biletni oldindan olib qo'yib, hujjatni oxirgi haftada tekshirsa, katta xarajatga tushib qoladi. Shuning uchun chet elga chiqish rejalashtirilgan bo'lsa, eng kamida 2-3 oy oldin hujjatlar tekshiriladi. 4-chi misol. 75 yoshli bu uyini nabirasiga vasiyat qilib qoldirmoqchi. Farzandlari hozir shart emas deb yuradi. Keyin notariusga borishganda pasportdagi ma'lumotlar eskirgan. JSHR aniqlashtirilishi kerak. Nikoh holati bo'yicha qo'shimcha hujjat so'raladi. Natijada bitta ish uchun 3-4 marta borib kelishga to'g'ri keladi. Agar oldindan pasport, nikoh guvohnomasi, mulk hujjati, kadastr hujjati. Farzandlar ma'lumotlari tayyorlanganda ish ancha oson bo'lardi. Birinchi nozik jihat, pensiya olish huquqi pasport almashtirilgani uchun yo'qolmaydi. Agar odam pensiya yoshiga yetgan, unga pensiya tayinlangan bo'lsa, hujjatni almashtirish uning pensiyasini bekor qilmaydi. Lekin pulni olish, kartani yangilash, shaxsni tasdiqlash, qayta hisob-kitob qilish jarayonida amaldagi hujjat kerak bo'ladi. Demak, huquq boshqa, pulni texnik olish jarayoni boshqa. Ikkinchi nozik jihat, yotoqdagi kasal, harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bunday insonlar men bora olmayman, demak hujjatsiz qolaman deb o'ylamasligi kerak. Amaliyotda ayrim holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali murojaat qilish, tibbiy ma'lumotnoma asosida alohida tartibda yordam olish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Buning uchun farzandlar yoki yaqinlari hududdagi migratsiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali aniq tartibni so'rash kerak. Eng to'g'ri yo'l, telefon qilib yoki borib, otam yoki onam yura olmaydi, pasportini almashtirish kerak, qanday tartib bor deb yozma yoki aniq og'zaki tushuntirish olish. 3-chi nozik jihat, ishonchnoma. Ba'zi ishlarni farzandlar ishonchnoma orqali qilishi mumkin. Ba'zilarda esa pensionerning o'zi qatnashishi talab qilinadi. Chunki biometrik ma'lumot, suratga tushish, imzo, shaxsni tasdiqlash jarayonida odamning shaxsan kelishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men onamning pasportini olib borib almashtirib kelaman deb o'ylamang. Oldin aynan sizning holatingizda shaxsiy ishtirok shartmi yoki yo'qmi aniqlab oling. 4-chi nozik jihat, familiya, ism. Otasining ismi va tug'ilgan sana bo'yicha farqlar. Sovet davrida yoki eski hujjatlarda ayrim ismlar ruscha, o'zbekcha, lotincha, kirilcha, turlicha yozilgan. Masalan, Roziyeva bir hujjatda Roziyeva, boshqasida Roziyeva bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Oddiy ko'ringani bilan elektron bazada bu boshqa shaxsdek chiqishi ehtimoli bor. Hujjat almashtirishda bunday farqlarni albatta to'g'rilatish kerak. Keyinchalik meros. Bank omonati yoki uy-joy masalasida aynan shu bitta harf odamlarni o'ylab yugurtiradi. 5-chi nozik jihat, eski pasportda propiska muhri bor. ID kartada esa hamma ma'lumotlar boshqacha ko'rinadi. Ayrim pensionerlar ID kartada manzilim ko'rinmasa, men qayerda yashashimni qanday isbotlayman deb xavotir qiladi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazada yuritiladi. Zarur bo'lsa, yashash joyi bo'yicha alohida ma'lumotnoma olinadi. Demak, hamma yozuv kartaning ustida turishi shart emas, lekin bazada to'g'ri turishi shart. 6-chi nozik jihat, to'lovlar va imtiyozlar. Pensionerlar uchun ayrim davlat xizmatlarida imtiyozlar, chegirmalar yoki alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma joyda avtomatik bir xil degani emas. Murojaat qilganda men pensionerman, menga qanday imtiyoz bor deb so'rash kerak. To'lov miqdori, muddat, hujjatlar ro'yxati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng oxirgi ma'lumotni rasmiy joydan tekshirib oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner yoki uning farzandlari hoziroq nima qilish kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Birinchi qadam, pasportni qo'lga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Balki amal qilar deb taxmin qilmang. Hujjatning o'zidan qarang. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin oylar ichida tugasa, kechiktirmang. Ayniqsa bank kartasi, notarius, safar, davolanish, pensiya qayta hisob-kitobi rejalashtirilgan bo'lsa, tezroq murojaat qiling.
Ikkinchi qadam, hujjatning holatini tekshiring. Rasm ko'rinadimi? Sahifalar butunmi? Yozuvlar o'qiladimi? Muhrlar o'chmaganmi? Namlanmaganmi? Agar hujjat yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, uni holi yuribdi-ku deb saqlamang. Muhim paytda rad javobi olasiz. Uchinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism-sharif, bank kartasi, pensiya hujjatlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, kadastr yoki mulk hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mosmi? Ayniqsa familiya va tug'ilgan sanaga qarang. Bitta harf, bitta raqam, bitta sana farqi ham keyin muammo qiladi. 4-qadam. Yaqin hududdagi davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. U yerga borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy kanallar orqali ish vaqti, navbat, kerakli hujjatlar va to'lovni aniqlab oling. Ba'zi joylarda elektron navbat bo'lishi mumkin. Pensioner odamni bekorga qo'yishda yoki sovuqda kuttirish kerak emas. 5-qadam. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlarni tayyorlang. Men umumiy ro'yxatni aytaman, lekin hududingizdagi tartibni albatta aniqlashtiring. Eski pasport yoki mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Nikoh yoki ajrim haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, yer bilan bog'liq ma'lumot, to'lov kvitansiyasi. Ayrim hollarda ariza kerak bo'ladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, bu alohida tartibda rasmiylashtiriladi. 6-qadam. Ariza topshirayotganda hamma ma'lumotni diqqat bilan tekshiring. Xodim kompyuterga kiritgan familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, fuqarolik ma'lumotlari to'g'riligiga qarang. Mayli, keyin to'g'rilarmiz demang. Keyin to'g'rilash uchun yana vaqt, ariza, navbat va asab ketadi. 7-qadam. Hujjat tayyor bo'lguncha bank, pensiya va boshqa ishlarni rejalashtiring. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, bankka oldindan ayting. Men hujjat almashtiryapman. Karta yangilashim kerak, qanday tartibda qilaman deb so'rang. Agar notariusga borishingiz kerak bo'lsa, notariusdan oldindan hujjatlar ro'yxatini oling. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, ishga ID karta bilan cheklanib qolmang. Xorijga chiqish hujjati masalasini alohida tekshiring. 8-qadam. Keksalar uchun yordamni to'g'ri tashkil qiling. Farzandlar, iltimos, ota-onangizning hujjatini faqat muammo chiqqanda eslamang. Bir kuni vaqt ajrating, pasportini ko'ring, muddati va holatini tekshiring. Kerak bo'lsa birga olib boring. Keksalar ko'pincha navbat, to'lov, ariza xodim bilan gaplashishdan tortinadi. Siz ularga yordam bersangiz, katta muammolarning oldi olinadi. 9-qadam. Hech kimga pulni tezlashtirib beraman deb qo'lga bermang. Hujjat masalasida faqat rasmiy to'lovni rasmiy tartibda qiling. Agar kimdir, men tanish orqali bir kunda chiqarib beraman, falon pul berasiz desa ehtiyot bo'ling. Pensionerlar aldovchilar uchun oson nishon bo'lib qolishi mumkin. Hamma ishni rasmiy o'yna, rasmiy kvitansiya va rasmiy ariza orqali qiling. 10-qadam. Hujjatni olgandan keyin bank va boshqa joylardagi ma'lumotlarni yangilang. Yangi ID karta oldingiz, ish tugadi deb o'ylamang. Bankda eski pasport raqami turgan bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida eski ma'lumot bo'lishi mumkin. Notarius yoki kadastr ishida yangi hujjat raqami kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun muhim tashkilotlarga yangi hujjat ma'lumotlarini bildiring. Eski pasportim bilan pensiya ola olmay qolamanmi? Men shunday javob beraman. Pensiya olish huquqingiz hujjat almashtirilgani uchun yo'qolmaydi. Lekin pasport muddati tugagan yoki yaroqsiz bo'lsa, bankda yoki boshqa rasmiy jarayonda pulni olish qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun hujjatni vaqtida yangilang. ID karta olish majburimi? Amaldagi tartibga ko'ra bosqichma-bosqich ID kartaga o'tish jarayoni bor. Sizning eski hujjatingiz qachongacha amal qilishi, qaysi xizmatlarda qabul qilinishi, qaysi holatda almashtirish shartligi hujjatning turi va muddatiga bog'liq. Eng to'g'ri yo'l. Pasportingizni ko'tarib, rasmiy organlardan aniq javob oling. Pensionerlar uchun navbatsiz xizmat bormi? Ayrim joylarda keksalar, nogironligi bor shaxslar yoki harakatlanishi qiyin insonlar uchun qulayliklar bo'lishi mumkin. Lekin buni oldindan so'rash kerak. Men pensiyarman, qanday yengillik bor deb bemalol ayting. Pasportimdagi rasmim eski, lekin muddat tuganmagan. Almashtirish kerakmi? Agar shaxsni tanib bo'lmaydigan darajada farq bo'lsa, amaliyotda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa bank va notariusda. Shuning uchun muhim ishlar oldidan hujjatni yangilab qo'yish foydali. Hujjat yo'qolgan bo'lsa nima qilamiz?
Bunday holatda darhol tegishli organlarga murojaat qilinadi. Yo'qolgan hujjat bilan kimdir noqonuniy ish qilmasligi uchun masalani cho'zmaslik kerak. Yangi hujjat olish tartibi oddiy almashtirishdan farq qilishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim fikrni aniq aytmoqchiman. Eski pasport borligi o'z-o'zidan pensiyangiz yo'qoladi yoki ertadan hamma joyda hujjatingiz qabul qilinmaydi degani emas. Lekin hujjatning amal qilish muddati tugagan, holati yomon. Ma'lumotlari xato yoki elektron bazalarda mos kelmasa, pensiya olish, bank kartasini yangilash, notarius davolanish, meros uy-joy va safar masalalarida jiddiy muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar hoziroq vahimaga tushmasin, lekin beparvo ham bo'lmasin. Pasportni tekshiring, muddatini ko'ring. Kerak bo'lsa ID karta rasmiylashtiring. Bank va pensiya ma'lumotlarini yangilang. Chet elga chiqish bo'lsa alohida pasport masalasini oldindan hal qiling. Farzandlar esa ota-onasiga bu ishda yordam bersin. Chunki bitta hujjatdagi kichik xato keksa insonni haftalab yugurtirib qo'yishi mumkin. Agar sizda eski pasport, ID karta, pensiya yoki bank kartasi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdan siz qanday muammo chiqdi, pasport muddati qachongacha, shuni yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onasi bor har bir oilaga kerak.